Yilgi Chevrolet Damas kichik hajmli, amaliy va iqtisodiy avtomobil sifatida yana bozorda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model shaharda harakatlanish uchun juda qulay bo'lib, ixcham o'lchamlari va yengil boshqaruvi bilan ajralib turadi. 2026 yilgi talqinda tashqi ko'rinish biroz yangilanib, old panjara dizayni zamonaviylashtirilgan, bamper yanada soddaroq va mustahkam ko'rinishga ega bo'lgan, faralar esa aniqroq chiziqlar bilan ishlangan. Kichik kuzov o'lchamlarga qaramay, avtomobil funksionallik va qulaylikni birlashtira olgan. Yangi model 8 litrli benzinli dvigatel bilan taqdim etiladi. 3 silindrli ushbu motor kundalik foydalanish uchun yetarli quvvat beradi va ayni paytda yoqilgi tejamkorligi bilan ajralib turadi. O'rtacha yoqilgi sarfi 100 kilometrga taxminan 6 litr atrofida bo'lib, bu uni iqtisodiy avtomobillar qatoriga kiritadi. 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi silliq almashish imkonini beradi va avtomobilni boshqarishni yanada qulay qiladi. Dvigatelning oddiy va ishonchli konstruksiyasi uzoq muddatli foydalanishda ham barqaror natija ko'rsatadi. Salon qismi sodda, ammo amaliy dizaynga ega. Old panel ergonomik joylashtirilgan bo'lib, haydovchi uchun barcha boshqaruv elementlari qulay masofada joylashgan. Keng oynalar yaxshi ko'rinish burchagini ta'minlaydi va shahar harakatida ishonch bag'ishlaydi. O'rindiqlar yumshoq va kundalik safarlar uchun yetarlicha qulay. Orqa qismida yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud bo'lib, kichik biznes yoki oilaviy ehtiyojlar uchun mos keladi. Ichki makon soddaligiga qaramay, funksionallik ustuvorlik kasb etgan. Xavfsizlik jihatidan model kuchaytirilgan kuzov konstruksiyasi bilan jihozlangan. Zamonaviy xavfsizlik kamar tizimi va barqaror tormoz mexanizmi haydovchi hamda yo'lovchilarni himoya qilishga xizmat qiladi. Old diskli va orqa barabanli tormoz tizimi ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. Mustahkam osma tizimi notekis yo'llarda ham barqaror harakatni ta'minlab, yuk bilan harakatlanganda ham avtomobilni muvoz.